Skillmax brendidan ajoyib stulchik olib kelib qo'yganmiz. Bu stulchigimizning funksiyalari juda ham ko'p. Hozir video davomida birma-bir ko'rsatib beramiz. Patins qismlariga kelamiz. Patins qismlari yechiladi. 3 ta положениеda bor. Xohlasanglar oldinroq, xohlasanglar ichkariroq qo'yib ishlataverasizlar. Patnislar 2 qavatli bo'ladi. Yechib, yuvib foydalansanglar bo'ladi. Patnislar juda ham qalin bo'ladi. Farzandinglar oldiga qo'yib osilganda ham veslarini ko'tara oladi. Keyingi funksiyasiga keladigan bo'lsak, kresloyimizni o'tiradigan va yotadigan holatda ham bemalol foydalanaverasizlar. Oyoq ligrovkalari ham bor. Farzandinglarning bo'yiga qarab, oyoqlarini ligrovka qo'ysanglar bo'ladi. Stulchigimizni baland-past qilib ishlataverasizlar bo'ylarini bemalol. Ko'rishingiz mumkin. Baland-past bo'lishlari ham juda ham oson va yengil bo'ladi. Xohlasanglar xon taxtaga, xohlasanglar katta 12 talik stulga ham bemalol moslab ishlataverasizlar. Stulchigimizning yana bir afzallik tomonidan bittasi balonlari bo'ladi. O'zini komplektidan chiqadigan xonadan xonaga ko'tarib olib chiqmaysizlar, bemalol yurg'izib olib chiqaverasizlar. Tagida bagaj qismlari ham bo'ladi. O'yinchoqlarni solib qo'yib, oyoq tagida yoyilayotadigan o'yinchoqlarni solib qo'yib ishlataverasizlar bemalol. Yig'ilishlari juda ham ixcham bo'lib yig'iladi. Oldida patnisini olib tashlaymiz, bo'ldi. Juda ham ixcham bo'lib qoladi stulchigimiz. Stulchigimizning narxiga keladigan bo'lsak, $85 qilib qo'yganmiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlari ham mavjud. Ishonchli va tez yetkazib beramiz. Murojaat ko'rasizlar.